qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishlarini qisman qarshi olamiz. Beijing Uyg'urlarni Xitoyga topshirishda Pokiston andisini ko'paytirishni umid qildi. Xitoy Pokistondagi g'oyat zo'r iqtisodiy ta'sir kuchidan foydalanib, Uyg'urlarni nishon qilgan davlat xalqiga safarbarlik faoliyatida Islomobodning hamkorligini qo'lga keltirdi. Beijing bu modelni Osiyo va O'rta Sharqda qo'llanmoqchi. Pokiston tunji bo'lib Beijing bilan Uyg'urlarni nazorat qilish va topshirib berishda aktivlik bilan hamkorlashmoqchi bo'lgan davlat bo'lib, 1997-yili 14 Uyg'urni chegaradan qo'lga chiqargan. Ularning hammasi terrorchi deb ayblanib, o'lim jazosi ijro qilingan. Shuningdek keyin Xitoy dunyo miqyosidagi bir balvoq bir yo'l tashabbusining bir qismi bo'lgan Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori qurilishi, energiya va ul asliha turlari bo'yicha 60 milliard dollar mablag' solib, Islomobod bilan bo'lgan tarixiy aloqasini cho'nqurlashtirdi. Beijingning chet eldagi Uyg'urlarga qarshi elib borgan harakati Imron Xon boshliq Pokistonning sarxillarining qo'llashiga erishdi. Xitoy Pokiston yerlik bexatarlik mulozimatlarining ruxsati bilan josuslik programmalarini o'rinlashtirdi. 2020-yili 6-oyda raqamli bexatarlik shirkati Lookout Xitoyning Pokiston telefoniga josuslik detallarini qanday o'rnatganligini doklad qildi. Fox O'rta Osiyo ishlari jamiyati va Uyg'ur kishilik huquq turi tarafidan tuzilgan dokladda Pokistondagi Uyg'ur mahallasiga raqamli nazorat qilish elib berayotgan xatarlik ahvolning kunsiri kuchayotganligi gavdalantirildi. Tadqiqotga asoslanganda josuslik yumshoq detallari asosliqi tor bekat va e'lonlarda tepilgan 3-chi taraf atlari orqali davlatdagi Uyg'urlarning ig'dorchilikdagi telefonlarga erishgan. Uskunaga qachilangandan keyin telefondagi o'rin uchuri, tekst va ovozli paranglashish, aloqalash uchurlari qatorliq shaxsiy uchurlar to'planib saqlangan. 2017-yili erishgan oshkorlangan hujjatga qaraganda Xitoy yana Xitoyning Pokistondagi nazorat qilish programmalarini kengaytirish uchun sharoit bilan ta'minlagan. Beijing chet eldagi Uyg'urlarni nishonlash va iz qo'g'lash uchun qo'shni hukumatlarning hamkorligiga erishayotganligi, Xitoyning hozir Pokiston andisini Uyg'ur nufusiga boshqa davlatga ko'chirishga tirishayotganligi, kichik Uyg'ur diasporasi o'ltiraqlashgan Afg'oniston vaziyati va Talibanlarning muqim territoriyaga erishayotganligi, yaqinda Xitoy amaldorlari bilan suhbat elib berilganligi xotirlandi. Xitoy Afg'onistonda bir yo'l bir balvoq qurilishini elib berishni planlayotdi. Afg'onistondagi Uyg'urlar andishi ichida. Xitoy Talibanning Pokistondagi Uyg'ur qurolliqlarini nishonlashdagi hamkorlikqa erishish uchun diplomatik aloqasini tezlatdi. Xitoy bilan bo'lgan bu hamkorlik Tojikistonga kengaydi. Beijing Afg'oniston chegarasini bo'ylab bir qator harbiy qorovulxonalarni boshqaradi. Sen ko'rinish, chiroy tonish kamerasi va zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlarni saqlashni o'z ichiga olgan Beijingning bexatar shaharlar programmasi allaqachon O'rta Osiyoda kengaydi. Qozog'iston bu programmaning sinaq nusxasini elib beryapti. U hozir Amerikaning jazosiga uchrayotgan Xitoy texnik shirkati Hikvision bilan hamkorlashib, irqchilik texnikasini taraqqiy qildirib, Uyg'urlarning kishilar to'pidagi chiroyini farqlantirdi. O'xshashla Xitoyning davlat elektron mahsulotlari import-eksport shirkati Amerikaning jazosiga uchragan yana bir Xitoy shirkati. Xitoy programmasi orqali Bishkekdagi aqliy iqtidorli shahar ramkasini kengaytirish uchun Qirg'iziston soqchisini haqsiz chiroy tonish yumshoq detali bilan ta'minladi. Tadqiqotlar aqliy iqtidorli shaharlarning Xitoy bexatarlik qurilmasining bir qismi ekanligini, u Uyg'urlarni nishon qilib qolmay, borgan sari kengayib, boshqa guruhlarni nishon qila oladiganligini aytdi. Qulluqda, rezillikda o'xshash yo'q Xitoy insoniyatga qarshi ishlagan jinoyatlarining dunyo miqyosida ayblanishiga qaramay, kishilik huquq dokladini e'lon qildi. Xitoy Davlat ishlari mahkamasi ishxonasi payshanba kuni doklad e'lon qilib, Uyg'urlar jamiyatiga qaratilgan kishilik huquq dafsanchiligining dunyo miqyosida ayblanishiga pisand qilmay, davlatning ilgirlayotgan eng yangi kishilik huquq taraqqiyot ahvolini bayon qildi. 36 betlik dokladda barliq taraflarda o'tirhal bildirishning Xitoyning kishilik huquqida qo'lga keltirilgan yana bir obida ekanligi, hukumatning atalmish asonliq millat rayonlarida tinchlik va muqimlikni saqlayotganligi o'tirg'a qo'yildi. Dokladda yana barliq millatlarning kuchli qo'llashi bilan hukumat qonunli harakat qo'llanib, terrorchilar, o'lgunchilar va diniy radikal unsurlarga qarshi turib, millatlar ittifoqligi va jamiyatning muqimligini qo'g'daydi. Kishilarning tinchlikda birga turish, hayot va sog'lomlik,
mal mulkka bo'lgan huquqi unumli qo'llaniladi. Shunga ularning xushallik va bexatarlik tuyg'usi davomli kuchayotidi deyildi. Dokladda yana atalmış Şinjandagi o'quvchilarning o'qish yoshiga to'shmagandan tortib to'liq o'tir maktabgacha bo'lgan 15 yillik haqsiz ma'rifdan bahramand bo'layotganligi tilga ilindi. Xitoy davlat ishxonasi yer shari kishilik huquq tarixida obida xarakterlik natijani qo'lga keltirganligini ilgari surgandek, Xitoy hukumati barliq diniy guruhlarning qonun ichida mustaqil harakat qila oladiganligiga ishonadi hamda butun mamlakat miqyosida diniy ishlarni boshqaradi, ammo dinlarning ichki ishlariga aralashmaydi dedi. Goyan uchur ishxonasi atalmış Şinjang, Guangxi, Tibet va Ningxia qatorliq Xitoy osonliq deb atolgan millatlar o'ltiraqlashgan rayonlarning iqtisodining 2018 yildan 2020 yilgacha bo'lgan aralıqda eshish sur'atining mamlakatning o'rtacha saviyasidan tez o'rlaganligini aytdi. Xitoy Afg'onistondagi Ashraf G'ani hukumati ag'dirib tashlansa, Talibanni e'tirof qilishga tayyorlandi. Agar terrorlik tashkiloti Kabuldagi demokratik saylangan hukumatning huquqini torta olsa, Talibanni Afg'onistonda qonunliq deb qabul qilishni xohlaydi. Xitoy terrorlik guruhiga prezident Ashraf G'anining demokratik saylangan hukumati bilan tinchlik kelishimi imzolashi uchun oshkora besim ishlatgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning yangi harbiy istixboroti Xitoy Kompartiya rahbarlarining terrorlik tashkiloti Taliban bilan bo'lgan munosabatini rasmiylashtirishga tayyorlik qildi. Afg'onistonda 20 yil davomlashgan urushdan keyin Amerika va Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining chekinishi Talibanning barliqqa kelishiga turtki bo'ldi. Ular fursatni chang tutib, butun mamlakatda tez ilgirlab, hozir Kabul hukumatini mag'lub qilganligi to'g'risida tahdid solgan. Tahdidchilarning so'ziga qaraganda, Talibanlarning kuchi 30 kundan 90 kun ichida Kabuldagi Ashraf G'ani hukumatini ag'dirib tashlay oladi ekan. Afg'onistondagi kuch bo'shlig'i Xitoyning xiris va fursat bilan ta'minladi. Xiris Amerika terrorlik tizimligidan chiqarib o'tgan Sharq Turkiston islom harakati. Fursat g'arb davlatlari chekinib chiqqandan keyingi to'ldira oladigan qisman bo'shliqni to'ldirish. Xitoy o'tgan hafta Talibanni Tianjinda kutib olganda, Talibanning davlat ichidagi bexatarlik tahdidi deb qaralgan Sharq Turkiston islom harakati bilan bo'lgan munosabatidan andisha qildiganligini o'ttirib qo'ydi. Taliban oldingi qitim 1996 yildan 2001 yillargacha bo'lgan aralıqda Afg'onistonni boshqarganda faqat 4 davlatlar, ya'ni Pokiston, Turkmaniston, Saudiya Arabiston va Arab Birlashma Xalifaligi uning hukumatini e'tirof qilgan. Agar Talibanlar bu davlatni yana bir qitim qaytarib olsa, mo'ljallanishcha Pokiston Talibanga aktiv yordam qilganligi uchun bu qitim hukumatni tunji bo'lib e'tirof qilganlarning qatoridan o'rin olishi mumkin. Mashhur fransuz faylasufi Voltaire vatan sevgisi oliyjanob ruhlar uchun eng muqaddas so'z degan. Vatanni so'yish uni tajovuzchidan qutqizib, ozod qilish irodasini turg'izib, jafo mashaqqatni yengish, mo'rini mo'riga tirash, shaxsiy manfaatdan kechish, Allohga dal tavakkul qilish, keyniga qaytishni o'ylamay chaqmoqdek chiqib, kelkundek eqib, o'zliksiz olg'a ilgirlash. Zörür tepilganda qara tuproq qo'yniga xuddi gul bag'chisiga kirgandek kirish demakdir. Insonni ulug' qiladigan, boshqa mavjudotlardan ustun qiladigan ruh mana mushu ruh. Chunki inson bu ruh orqali o'rlikka erishadi yoki u soladi. Alloh insonni mushundaq oliyjanob ruhlarga ega bo'lishi va shu orqali oxirat mukofotiga muyassar qilish uchun barliq mavjudotlar ichidan ustun yaratgan. Qulga qulluq qilish yoki nafsiga qulluq qilish insonni pastlashtiradi. Dunyo hayotining ahamiyati va oxirat huzuridan mahrum qiladi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.